Bu suratda dunyodagi eng xunuk ayol tasviri tushirilgan. Amerika sirkida uni aynan shunday atashgan. Lekin aytsam ishonmaysiz, amerikalik Ann Bevan aslida go'zal rafiqa va mehribon ona bo'lgan. Erining vafotidan keyin 4 ta farzand bilan beva qolgan ayol kam uchraydigan kasallikka chalinadi. Uning yuzi va jismi o'zgara boshlaydi. Farzandlarini boqish uchun Mary barcha ishga tayyor edi, lekin u bilan ishlashni hech kim xohlamas edi. Bir kuni u Londonda bo'lib o'tayotgan eng xunuk ayol konkursi haqida eshitib qoladi. Majburan tanlovda qatnashadi va g'olib bo'ladi. Gazetalarda u haqida yozishadi. Husni haqida har xil gaplar tarqala boshlaydi. Ko'p o'tmay uni Amerikadagi badbasharalar sirkiga taklif qilishadi. Ayol farzandlarining yaxshi ta'lim olishini ta'minlash uchun rozi bo'ladi. U umrining oxirigacha eng xunuk ko'rinishda va haqoratlar ostida chiqishlar qiladi. Mary dunyodagi eng badbashara ayol nomi bilan tarixda qolgan, lekin u dunyodagi eng mehribon ona nomiga loyiq. Shunday emasmi?